Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bugün Kısasun Nebiyyine lil Atfal degan kitapның davamını okuyumuz. Nuh aleyhisselamның qıssıdan 10. mavzuga keldik. Basharun am melek. İnsan mı yoki farishta mı? Allah Taala bu elçinin, bu peygamberning inson bo'lishini iroda qildi va insonlardan bo'lgan birisi bo'lishni iroda qildi. Kishilar uni tunuydigan va uning so'zlarini tushunadigan insonlardan biri bo'lishni Allah iroda qildi. Agar elchi farishta bo'lgan bo'lsa, insonlar mundaq deyishadi: "Malana va lahu." Bizga va uningga nima bo'pti? U degan farishta bizga inson tursaq deb mushta deydi. Ya'ni o'ziga bahona izlaydi. Yana taxo bu insonlar mundaq deydi: "Biz yeymiz, ichimiz, bizning oilamiz bor, ahlimiz bor, farzandlarimiz bor" deydi. Fa kayfa na'budullaha? Undaq biz Alloh qanday ibodat qila olamiz? Agar payg'ambar elchi inson bo'lganda-chu deganda, u payg'ambar mundaq deydi: "Men sizlarga o'xshash yeyman, ichiman, meningmi ahlim, uyim bor, farzandlarim bor. Shundaq turuqliq men Alloh taologa ibodat qilaman. Nima uchun sizlar Allohga ibodat qilmaysizlar?" deb mundaq deydi. Agar elchi farishta bo'lsa, insonlar sen degan usumaysa, qo'zqo'ng oshmaydi, og'rib qolmaysa, o'lmaysa va Alloh taologa shuning uchun ibodat qilsa, Allohni davomli aslaysa deydi. Va biz bo'lsak, inson bizning qo'zqo'ngimiz ochidi, usaymiz, kasal bo'lib qolamiz, o'lib ketamiz. Mushundaq bo'lgandan keyin ahvol biz Alloh taolo qanday ibodat qilamiz, qandaqsiz Alloh taoloni davomli zikr qilib Allohni aslayalaymiz. Farishta inson bo'lgan vaqtida, bu chaqda ularga men sizlarga o'xshash usayma, qo'zqim ochdi, kasal bo'lma, o'lma va Alloh taologa ibodat qilma, Allohni zikr qilma. Undaq sizlar nima uchun Alloh taologa ibodat qilmaysizlar, Allohni zikr qilmaysizlar deydi. 11-mavzu Nuhning rasuli. Nuh elchi. Ya'ni Alloh taolo Nuh alayhisalomni elchi qilib avatdi. Alloh taolo Nuh alayhisalomni qavmiga elchi qilib avatishni iroda qildi. Qavmning ichida boylar va boshliqlar, ya'ni yurtning cho'nglari, qabil boshliqlari degandeklar bor edi. Lekin Alloh taolo o'zining risolati uchun Nuh alayhisalomni tanladi va ulardan, ya'ni bu qavmning ichidan hech kimni tanlamadi. Alloh taolo Allohning risolatini kimning o'z ustiga ola oladiganligini, ya'ni bu vazifaning o'ddisidan kimning chiqa oladiganligini, Allohning omonatini kimning o'z ustiga elib urilya oladiganligini biladi. Nuh bo'lsa nayt yaxshi, solih, taqvodor, karim, ya'ni nayt sehi, kanqo'saq, mardona, mushundoq isil kishi edi. Nuh bo'lsa nayt aqlli, halim, ya'ni apuchan, kanqo'rsoq, mehribon, mushundoq kishi edi. Nuh nayt qavmiga samimiy, ich og'ritadigan va yana sodiq, rostchil, aminan, ishonchlik kishi edi. Alloh taolo Nuh alayhisalomni o'zining risolati uchun tanladi va uningga mundaq vahiy qildi. Ularga qattiq azob kelishdan ilgari qavmingni ogohlantirgin. Shuning bilan Nuh alayhisalom o'z qavmi ichida Alloh taoloning buyrug'i bilan, Alloh taoloning Nuh alayhisalomni tanlashi bilan payg'ambarlik vazifasini ado qilish uchun, omonatni kishilarga yetkazish uchun o'rnidan turdi, ya'ni harakatga o'tdi. Yaqulu linnasi, u insonlarga mundaq deydi: "Men sizlarga ishonchli bir payg'ambarman." 12-chi maza ajabahul qavmu. Qavmi uningga nima deb javob berdi? Nuh alayhisalom qavmi ichida "Men sizlarga ishonchli payg'ambarman" degan vaqtida ba'zi kishilar mundaq deyishdi: "Bu qachon payg'ambar bo'lib qoldi? Tünügün dahi bizning ichimizdagi bir kishi edi. Bugun bo'lsa, men sizlarga avatilgan payg'ambarman deyotdi." Nuhning do'stlari mundaq dedi: "Bu biz bilan kichikligimizda billa o'ynaydi. Biz bilan har kun billa o'ltiradi. Buningga qachon payg'ambarlik keldi? Kechidimi yoki kunduzdimi?" Baylar, takabbur baylar shundaq deyishdi. Alloh taolo uningdan boshqa birisini topolmabdimi? Kishilarning hammasi o'lib ketib, qavmni faqat nomrod odamlarni tepibdimi? Ya'ni payg'ambarlikka mush kambag'al kishini tepibdimi? Jahil, nodon kishilar shundoq deyishdiki, bu faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Va ular deyishdiki, Alloh taolo agar xohlagan bo'lsa,
cho'qim farishtalarni tushiradi, ya'ni payg'ambar qilib tushiradi. Biz bundaq ishni ilgirki ota-bobolarimizda anglab baxmabdi ekanmiz. Ba'zi kishilar shundaq deyishdiki, Nuh bu yo'l orqali, mushxil vasita orqali shon-sharaf, shon-shuhrat va riyosatga, ya'ni huquq mansabga erishmoqchi. Bugungi dars mushagicha bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.